Do'stim kelsa qoshonidir kulbam ham, do'stim bo'lsa yiroq yurar mendan. Mayli menga bo'lsin hamma dardalar, chin do'stimdan ayirmagin Alloh. Tangrim quloq tutgil mening nolamga, do'stdan bo'lak kimim ham bor olamda. Agar jon kerak bo'lsa olgin tanamdan, chin do'stimdan ayirmagin Alloh. Osmonlarga uchar bo'lsam qanotim, nola qilsam kengroq va yanada kengroq tarqatishda iltimos qilib qolaman. Boshqatishganimizni ularni masalasi yo'q ekan. Iltimos qilgan. Juda og'ir ahvolda ekan. Qo'ldan kelgancha akalarimiz uzoqdan yurgan Rossiyada opa-singillarimiz hammamizda ham farzandimiz bor. Farzandimiz uchun hamma narsaga tayyormizda. Kelinglar qo'ldan kelgancha karta raqamini qoldirib ketamiz. Karta raqamga 10 mingdan, 5 mingdan, 50 mingdan qo'ldan kelgancha yordam tashlaylik. Hamma o'zimiz Qamashi doktorlari, Toshkent doktorlari Rossiyaga yo'llanma bergan ekan. Doktorlarimiz esa 100 million pul ketadi deyishdi-da. Shu 100 million pulni yordam qilib shu farzandimizni oyoqqa to'g'ri ketishini so'rab qolamiz. Qani ketdik. Biz yaxshimisizlar, opa-singillarimiz. Kelinglar. Muhammadjonimizni mana farzandimizday farzand bu. Yaqinda bir 4 oy bo'libdi yiqilganiga. Ahvollarni qarang. Hammamizda farzandlarimiz bor. Qo'ldan kelgancha yordam qilaylik shu insonga. Rossiyada yurgan akalarimiz hamda opa-singillarimiz. Buydek bolachamizni qaranglar. Rahmlaring kelsa 100 million pul ketar ekan. Kelinglar bir oyoqqa turib yoraylik. Iltimos qilaman. Mana ukasi iltimos qilganiga biz keldik. Yordam beringlar aka. Tajinga farzand ukajon oyoqqa turib ketishdi. So'rab qolaman, kelib bir afzal qilib bering degani uchun keldik. Qo'ldan kelgancha o'zlaridan eshitamiz. Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Kelinglar. Shu ukajonimizni qo'llaridan kelgancha shu ukasi uchun kurashaylik. Nima deydi? Kurashsak hamisha yutamiz. O'zbekiston fuqarolarimiz, Qashqadaryo xalqimiz, Andijon, Toshkent, Samarqand hammamiz bir bo'g'in bo'lsak, shu farzandimizni oyoqqa turg'izamiz. Kelinglar bitta yordam qilaylik. Bansasiga 100 millionga pul berib beraylik. Karta raqamni qoldirib ketamiz. Mana shu ukajonimizni ukalarini oyoqqa turg'izaylik. Nima bo'lgan? Ukajonim to'rt oydan beri hech narsani bilmaydi. Qaranglar mana qo'llarini qaranglar. Hammamizga farzandlarimiz bor-ku. Kelinglar mana. Doktorlarimiz 100 million so'rashgan. Shuning uchun iltimoslardan Muhammadjonni oyoqqa turg'izaylik. Hammalarimizga rahmat. Bo'lmagan narsalar chiqarmayman. O'zim kelib turib o'rgandim. Sharoitini, hammasini, ukasini holatini ham ko'ryapmiz. Xudo xolasa bugun kechga bitta postimiz chiqadi. Shu video postni bir hadishga tarqatib bersalar, biz juda xursand bo'lamiz. Qaysi to'g'ri gapirib. Assalomu alaykum, obunachilarimiz. Qo'ldan kelgancha faqat iltimos hadishga qilib va iltimos kengroq tarqataylik. Shu ukajonimizni ularni sog'ayib ketishi taniganlar bo'lsa, like bosib tarqataylik. Iltimos qilaman. Sharoitlarni hammasini yaxshi bo'lgan narsalarni chiqarmaymiz. Bekbirit jamoasi